Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan gipofiz adenomasi haqida gaplashamiz. Demak, avvalo biz bilishimiz kerak, gipofiz bezi aslida nima, u qanday bez va qayerda joylashgan. Albatta, gipofiz bezi miyaning eng asosida, pastki qismi va markazda chuqur qismida gipofiz chuqurchasi, ya'ni turk egari deb nomlangan chuqurchada joylashgan bo'ladi va organizmdagi barcha endokrin bezlarini faoliyatini o'z nazoratiga oladi. Agar gipofiz bezida nazorat izdan chiqsa, boshqa bezlarda ham gormonal buzilishlar kelib chiqadi. Gipofiz bezining eng ko'p tarqalgan kasalliklari bu eng mashhuri bu gipofiz adenomasi hisoblanadi va gipofiz adenomasida ishlab chiqariladigan gormonlar bular prolaktin, somatotropin, kortizol, tireotropin gormonlari, adrenokortikotrop gormon kabi gormonlarni ishlab chiqarilishini qaysi birini buzilishiga qarab gipofiz adenomalari ham turli tumanlarga bo'linadi. Masalan, eng ko'p uchraydigan gipofiz adenomalari bu prolaktinomalar, ya'ni prolaktin gormonini ishlab chiqarishi bilan kechadigan, ya'ni prolaktin gormonini ortiqcha miqdorda ishlab chiqarilishi bilan kechadigan adenomalar prolaktinomalar hisoblanadi. Bu asosan klinik belgilari tug'ish yoshidagi ayollarda ko'proq bilinadi. Sababi prolaktin ishlab chiqarilishi natijasida ko'krak bezlari, ya'ni sut bezlaridan sut ishlab chiqarilishining kuzatilishi va qizlarda, tug'ish yoshidagi ayollarda menstruatsiya, ya'ni hayz siklining buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Bu kasallikning eng erta belgilari hisoblanadi va prolaktinomalar kichkina hajmda, ya'ni 1 santimetrgacha bo'lganda mikroadenoma, 3 santimetrgacha bo'lganda agar 1 santimetrdan 3 santimetrgacha makroadenoma, 3 santimetrdan katta adenomalar gigantik adenomalar hisoblanadi. Shundan 1 santimetrgacha bo'lgan mikroadenomalar, ya'ni prolaktin ishlab chiqaruvchi gipofiz mikroadenomalari neyroxirurgik jihatdan jarrohlik amaliyotini talab etmaydi. Bunday holatlarda bemorlar odatda endokrinolog nazoratida konservativ dori-darmonlar bilan davolanadi. Bunga asosan butun dunyo standartlariga yarasha asosan bromkriptin, kabirgalin, dastenix kabi dorilar beriladi. O'zbekiston hududida ko'pincha kabirgalin yoki dastenix tabletkalarida endokrinolog tavsiya qiladi va bemorlar odatda haftada 2 kun minimalniy dozada yarim tabletkadan boshlashadi va boshqa gormonlarning buzilishlarini hisobga olgan holda endokrinolog tomonidan qo'shimcha dori-darmonlar ham qo'llanilishi mumkin. Keyingi masalamiz bu neyroxirurgga ham ko'pincha gipofiz adenomasi bilan murojaat qilishadi. Masalan, menga shaxsan gipofiz mikroadenomasi bilan deyarli haftaga 5 ta 6 ta bemorimiz murojaat qiladi. Ya'ni bu degani bir oyda 20 ta 25 ta bemor mikroadenomalar bilan hayz sikli buzilishlari, farzandsizlik kabi muammolar bilan murojaat qiladi. Men hammasida ko'rib chiqaman va ko'pincha mikroadenoma topaman va bunda bemorni endokrinologga yo'naltiraman. Endokrinolog tomonidan dori-darmonlarni davom ettiradi va lecheniyalarni oladi. Agar gipofiz bezi mikroadenomasi dori-darmonlar ta'sirida ham o'zgarmasa yoki kattalasha borsa yoki bo'lmasam bemorlar buni sezmasdan hayz sikli buzilgan, men o'zbek xalqimiz juda soddaki, bu oy ko'rmaydi o'zi, juda kech chiqdi oy ko'rishi, 14 yoshida bo'lmadi qizimizda hayz sikli, juda kech namoyon bo'ldi deb turib murojaat qilishadi, zadeshka bo'ldi deb. Aslida adenoma bo'ladida o'shanaqa hayz ko'rmayotgan bo'ladi. Buni natijasida bizlar ko'pincha kech diagnostika qilinadi va gipofiz adenomasi juda katta hajmga yetgan bo'ladi. Buni klinik belgilari qanday bo'ladi? Masalan, hayz ko'rmayotgan yoki ko'kragidan sut kelayotgan bemorda keyinchalik ko'z faoliyati, ko'rish faoliyati ham buzila boshlaydi. Boshida og'riqlar, bosh aylanishlar paydo bo'ladi, qon bosimlari o'ynay boshlaydi. Ya'ni gipofiz adenomasi tepaga qarab o'sib, mana bu ko'rish nervining kesishmasini bosishi natijasida bemorda avvaliga yon tomonlama ko'rish buzila boshlaydi. Ya'ni bemor to'g'riga qaraganda mana bu atrof muhitdagi predmetlarni ko'rmaydi yoki xiralasha boshlaydi. Bu fan tilida temporanigmenopsiya deyiladi. U bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin bora-bora va bunga ham e'tibor berilmasa ko'rlikka olib kelishi mumkin. Mana bu holatlarda, ya'ni gipofiz bezining hajmining kattaligi, turk egarining buzilishi, ko'z faoliyatida ta'sir va bosh og'riqlar bilan kechadigan adenomalar, makroadenomalarni har qanday turida
jarrohlik yo'li bilan operatsiya tavsiya qilinadi. Bu standart davolash usuli, bu butun dunyoda tavsiya qilinadigan endoskopik transnazal transfenodal usul hisoblanadi. Ya'ni bunda nima qilinadi? Bemorni burun orqali, bosh ochmasdan burun orqali diametri 4 mm uchida kamerasi bor endoskop kiritiladi va burun shilliq qavatlari kesilib, shilliq qavatlar orasidan miyani ichiga kirib borib, miyadan kichkinagida 1 sm, 1,5 sm atrofida teshik ochiladi va gipofiz adenomasi so'rg'ichlar va dissektorlar bilan sekin astalik bilan, ehtiyotkorlik bilan olib tashlanadi. Operatsiya davomiyligi o'rtacha 3 soatdan 6 soatgacha davom etadi. Bu turli faktorlarga sabab, ya'ni burunning anatomiyasi, avval olgan travmalari, oldingi olgan operatsiyalari, o'simtani qattiqligi yoki yumshoqligiga qarab farq qiladi. Operatsiya neyroxirurglar tomonidan amalga oshiriladi. Butun dunyoda standarti shunday. Masalan, oddiy Yaponiyada ham neyroxirurglar amalga oshiradi. Burun anatomiyasida turli xil muammolar kuzatilgan sababli ba'zan otolaringologlar ham, ya'ni lor shifokorlari ham operatsiyaga jalb qilinishi mumkin, chunki burun bosqichida operatsiyani qaysidir jihatdan murakkablik kuzatiladi va otolaringologlar operatsiyada yordam berishadi. Miyani ichida albatta neyroxirurglar ishlashadi. Ko'pchilik savol beradi menga, gipofiz adenomasi doktor, bu rakmi deb savol beradi, lekin bu narsa rak emas. Gipofiz adenomasi bu xavfsiz o'simta hisoblanadi va 70-80% holatlarda, balki 100%dir. Bu xirurgdan xirurgga davlatlarda farq qiladi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tadi. Vaqtida aniqlanganda, atrof muhitlarga tarqab ketmagan holatlar operatsiya jarayoni juda muvaffaqiyatli o'tadi. Ya'ni nima demoqchiman? Bosh miyani ochib, miyani bir tekkaga surib, bosib, orasidan kirib operatsiya qilgandan ko'ra burun orqali endoskop bilan miyani tagidan gipofizga kirib borganligi uchun ham nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Hammamizga ma'lum, har bir operatsiyamiz o'ziga yarasha xavf-xatarlardan iborat, lekin hozirgi kundagi zamonaviy vizualizatsiya texnologiyalar, masalan, oddiy endoskoplarning rivojlanishi, turli xil qon to'xtatuvchi vositalar, apparaturalarni paydo bo'lishi, Doppler apparati, navigatsion sistemalarning paydo bo'lishi hozirgi kunda bu operatsiyalarni biroz yengillashtirib ko'rsatadi. Natijasi qanday deydi? Ko'pchilik gipofiz makroadenomalarini hammasini olib tashlash mumkin. Ba'zan bo'ladi, gipofiz o'sha adenomasi yon tomondagi cavernos sinus deb ataluvchi qon tomir sinusi bo'ladi insonda. O'sha cavernos sinus, mana bu suratda ko'rib turganimizdek, venozli qon tomirda to'plamidan iborat va uni ichidan odamning jon qon tomiri, ya'ni ichki yuk arteriyasi o'tadi. Mana shu tomonga tarqalib o'sgan gipofiz adenomalarini olish biroz murakkabroq, sababi mana shu qon tomirlarni, nervlarni, hatto ichki yuk arteriyasini shikastlanish xavfi yuqori bo'lgani uchun ham olish biroz qiyinchilik tug'diradi. Lekin rivojlangan davlatlarda menga ma'lum, bu Yaponiya, Amerikada masalan UPMC deydi, University of Pittsburgh Medical Center deydi, yoki bo'lmasam tajribali doktorlar bor. Endi uni tajribasi emas, bu yerda dori-darmonga ham farq qiladi. Ayniqsa o'sha joylarda o'sha cavernos sinusni ham devorini kesib, ichkaridagini so'rib, adenomani so'rib tozalab tashlab, devorini rekonstruksiya qilib chiqadi. Bunaqa metodikalar O'zbekiston sharoitida ham o'tkazish mumkin, lekin juda ham agressivniy xirurgiya, juda ham xavfliligi va juda ko'p xarajatlarni taqozo qilishi. Masalan, 3-4 ta har xil trombin, qon to'xtatuvchi penalarni ishlatilib ketilishi bemorda juda katta qimmat summaga aylanib ketadi va ikkinchidan bemorning yoshi ko'pincha 50-60 yoshli orasidagi bemorlarda yoki bo'lmasam o'rta yoshli bemorlarda ham operatsiyani o'ta xavfliligi hisobiga cavernos sinus qismiga joylashgan, tarqalib ketgan, qon tomirlariga yopishib o'sgan o'simtalarni olmaslik xirurgning qaroriga, jamoaning fikriga ko'ra qabul qilinadi. Bunda keyinchalik o'sha joydagi qolgan adenomani nur bilan kuydirib, to'xtatib, qotirib qo'yish mumkin va inson umrining oxirigacha shu qotib turgan o'smani bezovta qilmasligi ham mumkin. Bu bir masala. Bu gipofiz adenomasini prolaktin hujayralarini ishlab chiqarilishini ayollarga taalluqli jihatlari edi. Orada men operativ davolari va konservativ dori-darmon bilan davolashlari haqida ham biroz to'xtalib o'tdim.
Endi savol tug'ilishi mumkin, o'sha prolaktin ishlab chiqaruvchi gipofiz adenomalari erkaklarda qanaqa sabablarga qanaqa belgilar keltirib chiqaradi? Bu erkaklarda asosan eng birinchi bildiradigan narsasi bu ko'pchilik erkaklar o'zida u narsani o'zida his qilmaydilar, o'zida sezmasdan juda katta yirik hajmga kelib qolishi mumkin. Sababi ayollarda bilamiz, har oy menstruatsiya kelib turadi. Ko'kragidan masalan yoz qizchalardan yo tug'ilmagan ayollarda, bola emizmaydigan ayollarda sut kelmaydi, lekin erkaklarda bu narsa bo'lmaydi, tabiiy jarayon. Shuning uchun ham erkaklar odatda bu narsani bilmaydi. Asosan erkaklarda nima deydi? Libido degan narsa bor. Bu libido fan tilida yozilgan, bu jinsiy hayotga bo'lgan xohish, ya'ni ayol kishi bilan to'shakda bo'ladigan ishlarga nisbatan xohishi tushib ketadi, impotent bo'lib qoladi. Aniqrog'i nima deydi? Haligi uyquchan turgan bola bo'ladi-yu, masalan, uxlab turib o'rnidan shundoq turmaydi-da, yana uyqusi kelib yotib olaveradi. Yana uyqusi kelib yotib olar. Endi kichkintoyni masalasida aytib o'tyapman. Noto'g'ri tushunmaysizlar, tibbiyotda bunaqa uyat joyi yo'q. To'g'risi o'sha kichkintoylar o'rnidan qo'zg'alib tik holatda stroyga turganda charchab qolib yana yotib qolaveradi. Bu narsani ko'pchilik erkaklar charchoq bilan, stress bilan yoki bo'lmasam hozirgi kunda ko'p internetda rivojlanishi yomon saytlarda ko'rib, har xil qo'sh tirnoq ichidagi 2-3 daqiqalik kliplarni ko'rish, shu narsalar bilan bog'laydi seksopatolog androloglarimiz. Va shu sabab ham men uncha yaxshi bo'lmayapti menda deydi. Va 40 yoshga borgan erkaklar ko'pincha aytadiki, men o'zi shuncha yosh edim, albatta 17-18 yoshlardek baquvvat bo'la olmayman deydi. Sezmaydi va natijada gipofiz adenomasi bo'ladi ularda, prolaktin ishlab chiqaruvchi. Va gipofiz adenomasi shunaqangi bo'ladiki, bemorlarda o'sha ko'z faoliyati buzilib, ko'z xiralasha boshlaganda, ko'zda yoki bo'lmasam bosh og'riqlari kuzatilgan bosganda keyin e'tibor beradi. U bunaqa holatda erkaklar haligi jinsiy a'zolardan shikoyat bo'lmagandan keyin hali qizlar o'zini doktori, ginekologga borgandaqa bormaydi-da, urologga bormaydi ular. Kamdan kam boradiganlar ham bo'ladi, kamdan kam holatda bo'ladi. Unda ham urologlar bu narsani sezdi, bo'lmasa o'tib ketadi. Shuning uchun birinchi murojaat qiladigani erkaklar orasida albatta bu ko'z shifokori, oftalmologlar bo'ladi. Ko'zini xiralashiga shikoyat qiladi. Ko'z shifokori ko'z tubini tekshiradi, nerv diskni ko'rsatib tekshirganda ko'z nervida qaysi tomonda atrofiya kuzatiladi va ko'ruv maydonini tekshirib ko'rganda perimetriyada yon tomonlama ko'rish susaygan, temporal gemanopsiya aniqlanadi. Shu sababli ular aytadiki, ko'zingiz nervlari quruq, bu nervdan bo'lishi mumkin, boshingizni bir MRT qilaylik deydi. Va natijada MRT qilib ko'rganda mana shu la'nati kasallik gipofiz adenomasi aniqlanadi. Undan keyin ular neyroxirurglarga murojaat qiladi. Doktor deydi, buni deydi operatsiya qilib davolashmaslikda iloji bormi? Dori-darmon bilan davolashning imkoni bormi deydi. Albatta dori-darmon bilan davolashning imkoni bor, lekin siz ichayotgan tabletkalarni ta'sir tezligi bilan ko'z nervini qurish tezligi o'rtasida tafovut bo'lishi mumkin. Bosilib turgan nerv to u gipofiz adenomasi kichraygancha u qurib qolishi mumkin. Shu sababli ham butun dunyoda makroadenomalar, ya'ni nevrologik buzilishlar, ko'rish faoliyatining buzilishi, bosh og'riqlari bilan kechadigan mass effekt, ya'ni ko'z nervini bosilish sindromi, Xezman sindromi bilan kechadigan gipofiz adenomalarida albatta operatsiya taklif qilinadi. U qanaqa turi bo'lishidan qat'iy nazar gipofiz adenomalari operatsiya qilinadi. Endi savol tug'iladi, gipofiz adenomani qaysi turlarida adenoma siz doktor aytdingiz deyishi mumkin. Mikroadenoma dedingiz, prolaktinomada kichkina, qizlarda hayz sikli buzilishi yoki bo'lmasam ko'krakdan sut kelib qolishi bilan namoyon bo'ladi. Endi endokrinolog davolaydi deb aytdingiz deydi. Lekin u qachon yana qanaqa holatlarda bu kichkina bo'lsa ham operatsiya qilish mumkinmi degan savol tug'iladi. Ha, albatta operatsiya qilish mumkin. Men bu gaplarim havodan olmayapman yo qaysidir kitob adabiyotdan foydalanganim yo'q. Bu xalqaro standartlar bor. Bu endokrinologlar, masalan, pituitary group deydi, ya'ni gipofiz gruppasi. Buni tarkibida radiolog, oftalmolog, neyroxirurg, endokrinolog,
patologik anatomlar tashkilidan mashhurlar o'rganib chiqib bir standartlar yaratgan, xalqaro international guidelineslar deydi. Bu xalqaro standartlarga asosan gipofiz adenomasini kortizol AKTG gruppasi adrenokortikotrop ishlab chiqaruvchi turi va somatotropin, ya'ni o'sish gormoni ishlab chiqaruvchi turi, shu ikki turida gipofiz adenomalari standart asosida qanaqa razmerda bo'lishidan qat'iy nazar aniq tasdiqlansa, adenomani joylashgan joyi mutaxassis uchun aniq bo'lsa, bu yerda standart bo'yicha operatsiya taklif qilinadi. Ya'ni o'sish gormoni somatotropin bilan ishlab chiqarilishini oshishi bilan kechadigan gipofiz adenomalarida akromegalia kasalligi asoratlanadi. Bunda bemorning qo'l oyoqlari juda ham kattalashib ketadi, barmoqlarda iyaklar, burunlar kattalashib, yuz skeletlari o'zgaradi. Hattoki tishlarning orasi ochilib qolishi mumkin. Bu kasallikda yuz shakli, qo'llar juda kattalashib ketadi. Ko'pchilik yillar davomida kattalashgandan keyin ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin juda ham qo'pol ravishda buzilgandan keyin bemorni tanishi bo'ladi, o'rtog'i yoki kimdir uzoq muddatda ko'rmagan bo'lsa, birdan payqaydida, do'stim, kechirasan oshna yoki dugonajon, onaxon, yuzingiz, barmoqlaringiz buncha kattalashib ketibdi deydi, yoki poliklinikada qaysidir tekshiruvlardan o'tib yurganda, masalan qiling, oilaviy poliklinikada terapevtni oldida shuni o'tib ketsangiz, endokrinolog ko'rinib qoladi-da, shunda birdan payqaydi mutaxassis, to'xta, bunda akromegalia belgilari bor, gipofiz adenomasi bor deydi va aniqlanib diagnoz qo'yiladi. Menda ko'p bemorlar shunaqa akromegalia bilan juda ko'p keladi. Oxirgi vaqtlar qilganim pashta hammasida akromegalik kasallar, bular Qirg'izistondan ham bor, Tojikiston, O'zbekistonning chekka viloyatlaridan ham kelishgan. Bu holatda ham konservativ dori-darmonlar, ya'ni dori-darmonlar yordam bermaydi va razmeri qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar akromegalia belgilari bo'lsa, o'sha qonda somatotropin va insulinga o'xshash o'sish faktori, ya'ni insulin-like growth factor IFR1 miqdori oshadigan bo'lsa, har qanday holatda ham standart bo'yicha agar operatsiyalarga qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, gipofiz adenomasi operatsiya qilinadi. Ikkinchi holatimiz aytganimiz bu adrenokortikotrop gormoni buyrak usti bezidagi katexolaminlar ishlab chiqarilishini nazorat qiladi va bu kortizolda ham nazorat qiladi, stress gormonini. Buning natijasida bemorda stoyki, ya'ni turg'un hisoblangan stabil yuqori arterial qon bosimi yoki bo'lmasam haddan ziyod yog' to'planishi hisobiga, yog' almashinishini buzilishini hisobida gipofiz adenomasini o'sha Kushin kasalligiga sabab bo'ladi. Kushin kasalligida yuz yumaloq, oysimon, qo'llari ingichka bo'lsa ham gavda, qorinlar kattalashib, terida turli xil striyalar bo'ladi. Masalan, tirnog'i bilan qashlaganda ham izi qolib yoki yarador bo'lib qolishi mumkin. Bu Kushin kasalligi deyiladi va gipofiz adenomasining o'sha adrenokortikotrop gormoni ishlab chiqaruvchi turi Kushin kasalligi bilan kelib chiqqan holatlarda uni ham razmeri qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar albatta jarrohlik yo'li bilan transfenadal operatsiyalar amalga oshiriladi. Demak, biz hozirgacha bo'lgan nutqimizda aytdikki, gipofizni har qanday turi, katta ko'z nervini bosishi, bosh og'riqlari bilan kelgan har qanday turi jarrohlik amaliyoti endoskopik transnazal transfenadal usulda burun orqali operatsiya qilib olib tashlanadi va kichkina hajmdagi bo'lsa ham somatotropin ishlab chiqaruvchi va adrenokortikotrop ishlab chiqaruvchi kortizol gormoni baland, semizlik, Kushin kasalligi va qo'l-oyoq barmoqlar kattalashib ketishi bilan kechadigan akromegaliyaga asoratlangan gipofiz adenomalarida ham razmer farq qilmaydi. Bunda ham standartlar bo'yicha operatsiya tavsiya qilinadi. Men bu narsani o'zimdan o'zim shunchaki aytayotganim yo'q. Buni asosida asos faktorlari bor. Bu xalqaro standartlar, dunyoning turli, asosan Yaponiyaning turli klinikalarida orttirilgan tajribalar yotibdi. Mana shu narsalarga qattiqroq e'tibor berish kerak bo'ladi. Gipofiz adenomasiga shubha bo'lganda va gipofiz adenomasi aniqlanganda va jarrohlik amaliyoti burun orqali endoskopik transnazal transfenadal usulda amalga oshirish tavsiya qilingan holatlarda insonlarning hammasi ham operatsiyaga rozi bo'lmaydi. Ko'pchilikda qo'rquv bo'ladi, hayajon bo'lmaydi, asosan qo'rqishadi ko'pchilik. Har kim ham xohlamaydi. Masalan, shaxsan men ham gipofiz umuman любой operatsion stolga yotishni xohlamayman. Allohim ish qilib bu dardga yo'liqtirmasin, hech kimni operatsiya bo'lishga majbur etmasin. Lekin shunda ham operatsiya qilish kerak desa,
mutaxassis albatta operatsiya qilish kerak bo'ladi burun orqali. Sababi siz operatsiya qilmasdan yurib, o'zingizda aldab yuraversangiz, u gipofiz adenomasi yanada kattalashadida miyani ichki strukturalariga o'sib borib burun orqali olishni imkoni bo'lmay qoladi va unda boshni kattaroq ochib, miyani bir qaysidir strukturalarni qiyshayib, bosib, surib, chekka surib yoki shunchaki miyani sog'lom to'qimasini kesib kirib borib operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Baribir bir kun shu kunga boradi. Odamni hayoti shirin, joni shirin operatsiya qilishga oxir rozi bo'lganda, boshni ochib operatsiya qilishga to'g'ri kelganda u juda murakkab operatsiya, asorati juda ham ko'p. Shuning uchun endoskopik transnazal transfenadal, ya'ni burun orqali operatsiya qilish imkoni bo'lganda burun orqali operatsiya qilish mumkin. Gipofiz adenomalarida burun orqali endoskopik transnazal transfenadal operatsiya qilganda qanaqa asoratlar bo'lishi mumkin? Bu eng ko'p uchraydigan asorat bu miya suyuqligining oqishi, meningensefaliti rivojlanishi. Lekin kerakli materiallar, kelay, har xil gubkalar, miyani yamash imkoni bo'lgan narsalarning rivojlanishi natijasida hozir bu ko'rsatkich где-то 5% gacha kamayib ketdi. Ya'ni 100 ta bemordan 5 tasida mana shunaqa asorat kuzatilish ehtimoli bor, yo'q emas. Bunga hech kim kafolat bera olmaydi. Qon tomirlarining jarohatlanishi, kavernoz sinusdan qon ketish asoratlari 1-2% atrofida tashkil qiladi. Masalan, har qanday doktor ham masalan shunaqa asorat bo'lish ehtimoli juda yuqori bo'lsa, sizga operatsiya qilishni tavsiya qilmaydi. O'shaning uchun doktor o'ziga ishongani uchun, tajribasi borligi uchun sizga operatsiya taklif qiladi va o'ziga yarasha risklari haqida sizni ogohlantiradi. Bu Amerikada ham, Germaniyada ham bor. Mana shuning uchun shunaqa narsalarga e'tibor bo'lish kerak. Ko'pchilikka ma'lum, yana burundan operatsiya qilgandan keyin hid bilishni buzilishlari yo'q. Hozirgi kunda endoskoplarning rivojlanishi hid bilishga ta'sir qilmaydi. Ilgari bo'lardi, mikroskopda burunni bundoq yirib qo'yib, uzoqdan ko'rib qilinardi. Qayerga borgani ham ko'rinmasdi, ba'zan nimalarligini ham ko'rinmagan. Shuning uchun hid bilish nima sohasida problemalar, zararlanishlar bo'lgani uchun hid bilishlar buzilgan. Hozir deyarli uchramaydi hid buzilishlar. Va endoskopik transnazal transfenadal operatsiya o'tkazgan bemorlarga qat'iy tavsiya bu 3-4 oygacha burundan qattiq kuchanish, burun qoqish, engashishlar mumkin emas, chunki burunning tubida, o'sha miyani tubini operatsiya qilib ochgandan keyin yamalgan joy to'liq bitib ketishi kerak bo'ladi. Va shunaqa qat'iy rejimlarga rioya qilish nevropatolog, neyroxirurg va endokrinolog nazoratida 5 yilgacha nazorat tavsiya qilinadi va agar kavernoz sinusga boya yuqorida aytganimizdek qanaqadir o'simta qismlari qoladigan bo'lsa, bu ko'p faktorlarga bog'liq, qattiqligi, nervlarga, tomirlarga yopishganligi har doim ham o'simtani to'liq olib tashlash imkonini bermaydi. Shu sababli ham qolgan qismi nur bilan kuydiriladi. Qisqasi, hozirgi kunda rivojlangan tibbiyot nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ham faqat mana shu narsalarni sizga tavsiya qila oladi. Ko'pchiliklar mana shu muammolarni aytganligi uchun men to'liq bir obzorli videolar, roliklar qila olmadim. Video rolik ham yasa olmadim. Hozirga ham qanaqa chiqqan bilmadim. Agar sizga qanaqadir qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, menga mana shu nomerlar orqali Telegramga murojaat qilishingiz mumkin. YouTube'ga ham kommentariyalarda yoki Instagram kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Bu video YouTube uchun maxsus tayyorlandi.